Voy bugun bozorda buqalar terilib ketibdi, terib tashlabdi, terib bozorga buqalarni. Hurmatli tomoshabinlar, nima deysizlar? Bugun bozor qanday bo'ladi? Buqalar seroq chiqqan bugun. Boqma, semiz, qaltarashga buqalarni chizib tashlabdi. Bugunga taroziga baraka bo'lib turgan buqalar narxlarini aytib ketamiz. 58 mingdan 63 minggacha baraka bo'lyapti. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, Chorva Fayz kanalimiz obunachilari. 10 fevral haftaning seshanba kuni Bag'dod Do'rmancha bozoridan video obzorlarimizni boshladik. Xudo xolasa, videolarimiz yoqsa, video avvaldan bittadan like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab, fikr-mulohazalaringizni bildirasiz. Biz bo'lmasa video syomkalar boshladik. Bugun bozorga mana bunday semiz buqalar ko'p chiqqan mana. Arqalar pechat, mana yelkalar pechat. Hamda rossiyskiy sementallar chiqdi mana. Rossiyskiy sementallar chiqqan. Mana bu semental buqani 50 million baho aytyapti. 50 million taroziga aytgan yo'q hozircha. Savdosi bo'lyapti, hozir bilib berishga harakat qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana buni mana 63 mingdan taroziga so'rayapti ekan buni. 40 million baho aytilyapti. 36 million so'm so'rayapti ekan. Taroziga 63 million so'rayapti. Xo'p, mana busi sotilibdi mana bular. 60.500 so'mdan sotilibdi bu. 60.500 dan taroziga. 492 kilo kiribdi mana shu buqa. 492 mana. 60.500 dan. Barakasini bersin. Aka, mana o'rtadagisi nechi pul? Buni aka 22,5 million so'rashyapti aka. 25 million baho aytyapti aka. 22,5 million so'mga so'rayapti ekan. 25 million baho aytilyapti. O'zlarining ko'rib bahosini beraverasiz. Aka, bozoringiz bersin, sotirib ketsin. Mallar kimga ekan bu mollar? 61 ga. Sementallar ko'rsatib beramiz mana. Rossiyskiy semental buqalar ha bular aka. Qaysini qancha qilyapti aka buni? Birisini 40 million, birisini 30 million, birisini 35 million. Ana bu buqalar o'zlarining ko'rib bahosini beraverasizlar. Taroziga necha pul so'radi? 61 dan. 61 dan uchalasini bir joyga necha kilo keladi taxminan chekkadagisi? 750 kelib qolar. Gap yo'q, maşallah, barakasini bersin. Hurmatli tomoshabinlar, o'zlarining ko'rib bahosini beraverasizlar. Mana 35 million so'mga mana busini so'rabdi. O'rtadagisini 30 million, chekkadagisini 40 million. 40 million. Mana joylarga like bosib, shunchalik boqqanga rahmat. Gap yo'q. Mabgirenford, shohli Gerenford savdosi bo'lyapti hozir. Nima dedingiz siz Botir aka? 29 so'm aka. Men bo'lib tashak dedim aka. 29 million so'm egasi aytyapti. 28 million so'm xaridorlar savdo qilyapti. 28,5 ga chiqdi mana. Bermasamda aka, nomad beraga. Bor baraka bo'lib ketdi mana. 28 million 600 ming. Maşallah. Mana bu germanskiy shvedga bahoni berasizlar mana hurmatli tomoshabinlar. Germanskiy shved mana bo'ylari 150 keladi. 40 million so'mga xaridorlar so'rayapti ekan uni. 40 million so'm. Nima deysizlar? O'zlaring ko'rib bahosini beraverasizlar. Ustilarni ko'rsatib beramiz mana shoxli variantidan. Germanskiy shved deyapti buni egasi. Barakasini bersin, shunchalik boqqanlarga rahmatda. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu yerda yana bir bosh shved bor mana. Aka, bu germanskiymi bu? Nech pul deyapsiz buni? 39 million. 39 million so'radim xaridorlar. Siz nech pul baho aytyapsiz? 40 bo'lsa sotaman. 40 bo'lsa ketadi. Bu zotga yaraydimi, yaramaymi aka? Hovli qaydan sizniki? Bo'ydilik akamiz aka. Aka, ishqibozlarga raqam qoldirib qo'yar ekanmiz? 88 lik 415 1555 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Zotga yaraydi deyapti akamiz mana. Zotda yurganmi avval bu? Zotda yurgan deyapti. Kuragi ikkita ekan mana. Bo'ylari 150 ga boradi. Tirik vazni necha kilo keladi bu? 650 kiloda. 650 kilo, maşallah.
Mana bu jo'lasini savdosi bo'lyapti. 75 million. 3 tane savdosi bo'lyapti. 75 million ko'rasizlar, bahosini beraverasizlar mana. Taroziga 60 mingdan ber deb so'rayapti. Bo'ylar 125 atrofida keladi. Nima deysizlar, o'zlaring ko'rib bahosini beraverasizlar mana. Dehqonchilik ekan. 75 millionga 3 ta savdo bo'lyapti. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu qani 30 million baho aytyapti. 27 million 500 mingga so'rabdi mana. Bo'ylari 1.30 keladi. Hozirgi boya ko'rsatgan 3 tamiz ham shu akalarimiz. Joy ham sizlardan a? Ha. 20 tanga berilmadimi bu? Bormi yana davom buni sizda? Ha, uyda bor. Ishqozlarga raqam qoldirib qo'yaylik. Uni nomerini olavering. Ha, akamda. 91lik 688 30 raqami. Bunisi bunisi. Sotildi bu. Necha pulga ketdi? 22 million so'mga sotilibdi bu mana. Bo'ylar 120 keladi. 22 million so'mga bor baraka bo'lib ketdi mana. Barakasini bersin. 25,5 million so'mga ham savdosi bo'lyapti mana. 25 million 500 ming. Buni bo'ylari 1.30 keladi. Shoxli variantidan mana. Oldi gardanlari zo'r ekan lekin. Ko'rasizlar, bahosini beraverasizlar hurmatli tomoshabinlar. Savdosi qizyapti 25 million 500. 25 million 500 mingga savdo qizdi mana. 25 million 500. Ozgina qo'shib beraman deyapti ekan. Hurmatli tomoshabinlar, mana semental buqa. Bozorda rekord bo'lyapti narxlar. 66 mingdan taroziga bermadi buni. Qorinlar och holatida ekan, 66 mingdan yo'q. Bugungi bozorda eng qimmat so'ralgan buqa mana shu bo'ldi. O'zlaring ko'rib bahosini beraverasizlar. Mana qorinlar och holatda 66 mingdan taroziga har dollar so'rab turib bermayapti. Buqani hozir orqalaridan ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana buqani orqa taraflari mana. 66 mingdan taroziga yo'q, berishmayapti. Barakasini bersa, shunchalik boqqanga rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu ikkalasini ham taroziga so'rayotgan semental bilan bular bitta. Xo'p, nech pullar so'radi? 64 mingdan. 64 mingdan taroziga so'rabdi bulardan. Oyoqqa nech pul aytyapti shuni tiriklik? 66 million qilyapti. 66 million jupini. 66 million jupini qilyapti ekan, 64 mingdan taroziga buni bermayapti ekan. Va semental nech pul baho aytyapsiz taroziga? Taroziga 70 ming. 70 ming. Rekordsiz qo'yibsiz bugun. Gap yo'q, barakasini bersin. Ana shu buqa 637 kilo kelibdi, maşallah mana. Ko'rasizlar, bahosini berasizlar. Bo'ylari 1.30 keladi. Qirg'iziston shved buqasi ekan. 29 yo'q, o'zi ham bitibdi, ularga bo'lsa. Ana shu buqani ham savdosi qizib ketdi mana. Bergan. 500 kilo atrofida keladi. Tirik vaznga 500 kilo atrofida. Berasanmi yo'q? Yo'q, ham yo'qmi shu gapni gapni. Yo'q, qo'shalimmi? Mehmon akalarimiz savdo qilyapti. Ya 2 so'm. Nech pul qilyapti? Hozir bilib beramiz. Menimcha 29 million qilyapti. Olta chiqib beramiyo'mi? Rozimisan? Olta chiqib mana. Bermayapti mana akamiz. 28 million 700 mingga savdo bo'lyapti ekan. 300 ming kam 29. Sotasan chaqiraymi? 28 million 700 mingga savdosi qizyapti hozirgi buqani. Bermadi mana akam. 28 million 700 ga sotmadi mana shu buqani. Hurmatli tomoshabinlar, hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Videoni kelamiz yerda yakunlaymiz. Videodan like bosib ketaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa hali zo'rlari oldinda. Sog' salomat bo'lasizlar.